AQShning dunyodagi obro'si Rossiyanikidan ham pastga tushib ketdi. Tramp najot izlab Xitoyga yo'l oldi. Eron AQSh bilan muzokaralar uchun 5 ta shart qo'ydi. Rossiya Ukraina viloyatiga uyushtirgan havo hujumlarida 6 kishi halok bo'ldi. Yevropa davlatlari Ukrainaga Patriot raketalarini berishdan bosh tortdi. Eron AQSh va Isroil zarbalariga qaramay o'z raketa arsenalini qayta tikladi. Trampning sabr kosasi to'lmoqda. Endi esa batafsil. Tunda uyqusizlik, tez-tez hojatga qatnash, noqulay va umumiy jinsiy holsizlik, prostata shamollashi bu belgilarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bularga samarali yechim bu Lidos. Ushbu mahsulot organizmni umumiy tiklashga yordam beradi. Buyrakdagi va prostata shamollash, shuningdek erkaklar salomatligini mustahkamlaydi. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Tramp najot istab Xitoyga yo'l oldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Si Szinpin bilan uchrashish uchun Xitoy Xalq Respublikasiga yo'l oldi. Bu haqda Reuters nashri xabar qilgan. Tramp va Si Szinpin o'rtasida 14-15 may kunlariga belgilangan Pekindagi uchrashuv katta tantana bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xalq yig'inlari zalida sammit, osmon ibodatxonasi bo'ylab sayohat va davlat ziyofati rejalashtirilgan. Biroq iqtisodiy natijalar faqatgina kelajakdagi savdoni boshqarish mexanizmlari bilan cheklanishi mumkin. Trampga bu safar Elon Musk va Tim Cook kabi yirik tadbirkorlar hamrohlik qilmoqda. Ammo delegatsiya tarkibi 2017-yildagiga qaraganda ancha kichik. Trampning o'zi savdodan tashqari Tayvanga qurol sotish va qamoqdagi media magnat Jimmy Lai masalasini ham ko'tarmoqchi ekanini aytgan. Hozir Xitoy bilan ishlarimiz a'lo. Men Si Szinpinni juda hurmat qilaman va u ham meni hurmat qiladi, deb ta'kidlagan AQSh prezidenti. AQShning dunyodagi obro'si Rossiyanikidan ham pastga tushib ketdi. Daniyaning AD jamg'armasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan DPI tadqiqotiga ko'ra, AQSh reytingi 2-yil ketma-ket pasayib, ilk bor Rossiya ko'rsatkichidan pastroqda bo'ldi. Washington endilikda eng salbiy baholanadigan 5 ta hudud qatoridan joy oldi. Undan keyingi o'rinlarda faqat Isroil, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Eron qayd etilgan. 2026-yilga yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, AQShning global imij ko'rsatkichi 2 yil oldingi +22% dan -16% gacha tushgan. Rossiya esa -11%, Xitoy esa +7% natija qayd etgan. Shuningdek, respondentlar Qo'shma Shtatlarni Moskva va Isroildan keyingi dunyo tinchligiga asosiy tahdid deb atashgan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga munosabat bo'yicha so'rovda qatnashgan 98 tomonning 55 tasi Ukrainani, 30 tasi esa Rossiyani ko'proq qo'llab-quvvatlaydi. Yevropada Kiyevga xayrixohlik yuqori bo'lsa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasida Moskvaning tarafdorlari ustunlik qilmoqda. Jamg'arma asoschisi va NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bu ko'rsatkichlarning keskin tushishini Washingtonning so'nggi 18 oy ichida transatlantik aloqalarni shubha ostiga qo'ygani, yirik bojlar joriy etgani va ittifoqchisi hududiga bostirib kirish bilan tahdid qilgani bilan izohladi. Tadqiqotda jami 94,146 nafar respondent ishtirok etgan. Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatida Rossiyaning kecha amalga oshirilgan hujumlarida kamida 6 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat ma'muriyati rahbari Aleksandr Ganja o'zining Telegram kanalida e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Dnepropetrovsk viloyatining 4 ta tumanida 50 dan ortiq artilleriya va dron hujumlarini amalga oshirgan. Ukraina markazidagi Krivoy Rog sanoat shahridagi turar joy binosiga qilingan hujumda 2 kishi halok bo'ldi. Snelniki tumanidagi Dubovikovska jamoasini bombardimon qilishda 4 kishi halok bo'ldi va yana 3 kishi yaralandi, deb yozdi Ganja. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha kechqurun Rossiya Ukraina hududiga 200 dan ortiq hujumkor dronlar, 80 dan ortiq havo bombalarini uchirishi va 30 dan ortiq havo hujumlarini amalga oshirishi haqida ma'lum qilgandi. Hujumlar infratuzilmaga zarar yetkazdi va qurbonlar bor. Yevropa davlatlari Ukrainaga Patriot raketalarini berishdan bosh tortdi. FP Yevropadagi qator davlatlar o'z mudofaa qobiliyati zaiflashib qolishidan qo'rqib, Ukrainaga Patriot tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni rad etdi. Bu haqda Washington Post nashri o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainada Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi uchun ishlatiladigan RAS-3 raketalari zaxirasi deyarli butunlay tugagan.
Pentagonning ismi oshkor etilmagan vakili nashrga ma'lum qilishicha, NATO davlatlari badallari evaziga qurollarni tezkor yetkazib berishni nazarda tutuvchi Purl tashabbusi doirasidagi ro'yxat Ukraina va AQSh qurolli kuchlarining Yevropa qo'mondonligi bilan muvofiqlashtirilmoqda. Mudofaa vazirligi rahbarlari ushbu jarayonda AQSh qo'shinlarining jangovar shayligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni baholamoqdalar. Shu bilan birga gazeta manbalarining ta'kidlashicha, Purl orqali taqdim etilayotgan harbiy texnika Kiyev talab qilgan yuqori imkoniyatlarga javob bermaydi. Eron AQSh bilan muzokaralar uchun 5 ta shart qo'ydi. Eron Washington 5 ta talabni bajarmaguncha AQSh bilan muzokaralarning ikkinchi raundini boshlamaydi. Bu haqda Fars axborot agentligi o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Qayd etilishicha, ushbu shartlar AQSh bilan muzokaralar o'tkazish uchun ishonch kafolati hisoblanadi. Eronning talablari quyidagilardan iborat: barcha jabhalarda, ayniqsa Livanda urushni to'xtatish, Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish, Eronning muzlatilgan mablag'larini qaytarish, harbiy harakatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash, Eronning Hormuz bo'g'ozi ustidan suverен huquqini tan olish. Ushbu shartlar muzokaralar jarayoniga qaytish uchun minimal darajadagi ishonchni yaratish maqsadida qo'yildi. Tehron ushbu bandlar amalda bajarilmas ekan, yangi muzokaralarga kirishish imkonsiz deb hisoblaydi. Eron AQSh va Isroil zarbalariga qaramay o'z raketa arsenalini qayta tikladi. Bu haqda AQSh razvedkasiga tayanib The New York Times xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozi bo'ylab joylashgan 33 ta raketa bazasidan 10 tasiga operativ kirish imkoniyatini qayta tiklagan. Nashr manbalarining aytishicha, ushbu bazalardan ayrimlari AQSh harbiy kemalari va neft tashuvchi tankerlarga xavf tug'dirishi mumkin. The New York Times'ning yozishicha, Eron mobil raketa qurilmalaridan ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, ularni boshqa hududlarga osonlik bilan ko'chirishi mumkin. Bundan tashqari, AQSh harbiy razvedkasi bayonotiga ko'ra, Eron mamlakat bo'ylab raketa uchirish qurilmalarining taxminan 70% va urushdan oldingi ballistik hamda qanotli raketalar zaxirasining 70% saqlab qolgan. Shuningdek, Tehron yerosti omborlari va raketa qurilmalarining 90% ga qayta kirish imkoniyatini tiklagani, ularning aksariyati qisman yoki to'liq ishlayotgani qayd etilgan. Trampning sabr kosasi to'lmoqda. Trampning sabr kosasi to'lmoqda va u Eron bilan urushni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqyapti. AQSh prezidenti Tehronning urushni tugatish bo'yicha muzokaralar olib borish uslubidan tobora hafsalasi pir bo'lyapti va hozirda keng ko'lamli jangovar harakatlarni qayta tiklash imkoniyatini so'nggi haftalarga qaraganda jiddiyroq ko'rib chiqmoqda. Telekanal manbalariga ko'ra, Tramp Hormuz bo'g'ozining yopiq qolayotgani hamda Eron rahbariyatidagi ichki ixtiloflar yadroviy muzokaralarda yon berishlarga to'sqinlik qilayotgani sababli sabr toqatini yo'qotmoqda. Tehronning so'nggi javobini Tramp mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb atagan. Uning ma'muriyatidagi ayrim amaldorlar Eronning muzokaralardagi jiddiyligiga shubha bilan qaramoqda. Hozirda Oq uy ichida turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, Pentagon rasmiylari Eronni muzokaralar stoliga qaytishga majburlash uchun maqsadli harbiy zarbalar berish orqali agressiv bosim o'tkazish tarafdori bo'lsa, boshqa bir guruh hamon diplomatiyaga imkon berish kerakligini ta'kidlamoqda. Shuningdek, Tramp atrofidagilar Pokiston vositachilarining faoliyatidan norozi, chunki ular Eronning asl pozitsiyasini AQShga ijobiyroq qilib ko'rsatayotgani taxmin qilinyapti. Keyingi qadamlar bo'yicha yakuniy qaror Donald Trampning 13-15 may kunlariga rejalashtirilgan Xitoy tashrifidan oldin qabul qilinishi dargumon bo'lib turibdi. 7-aprelda e'lon qilingan sulh hozirda Tehronning bema'nilik deb baholangan takliflari sababli bekor bo'lish arafasida turibdi, deyiladi xabarda.